Assalomu alaykum. 11-sinf biologiya darsligi bo'yicha savol-javob qilyapmiz qizlar bilan. 10 ta mavzu yuzasidan. 5 kundan beri topshirish olmayotganda bugun oxirgi nuqtani qo'yamiz. Ota-onalar farzandingizni qanaqa savollarga qanaqa javob berish kerak edi, qanaqa javob beryapti, oxirida baholayman. E'tiborli bo'ling, kuzating, nazoratga oling. Xo'sh, Sadriy va Go'zal maktab tugatgan. O'ng tomondagi qiz qani? O'rtada Zulfiya Zubaydullaeva 10-sinf o'quvchisi qani? Chap tomonda Mohigul Amonova 10-sinf o'quvchisi. Biz javob olamiz. Ketdik. Go'zaldan boshladik. Go'zal, ekologiya qanday fan? Ekologiya organizmlarning o'zaro va tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlarni o'rganish. To'g'ri. Kim bu tushunchani fan kiritdi? Ekologiya tushunchasi fanga Ernst Haeckel fan kiritgan. 1866-yil deyish kerak. Bekesinus haqidagi ta'limotni qaysi olim yaratgan? Bu ta'limotga asosan Bekesinus ikkita qismdan iborat. Biotop nima o'zi? Organizmlar yashaydigan muhit, yashash joyi. O'simlik va hayvon tarqalganmi? O'simlik va hayvonlar. Ekotop nima? Ekotop o'simliklar hayvonlar tomonidan hali ishg'ol qilinmagan, ya'ni yangi yaratilgan yerlar, bularga misol yangi vulqon otilishi natijasida hosil bo'lgan yerlar va orollar misol bo'lishi mumkin. O'zini iqlimiga egami ekotop? Ekotop Tuprog'iga egami? Shuni aytish kerak. Tirik organizmlar tomonidan hali ishg'ol qilinmagan, o'zini iqlimiga, tuprog'iga ega hudud deymiz. Yaxshi. Zulfiya, mana biotop va biotsinoz dedik. Biotsinoz tarkibiy qismi. Biotsinoz nima? Biotsinoz tirik organizmlarning yashash faoliyati va o'simlik va hayvonlarning Biotsinozdagi organizmlar 3 guruhga bo'linadi. Qaysi? produsentlar, konsumentlar, yetishuvchilar. To'g'ri. Produsentlar kimlar? Ma'lumot, misol. Produsentlar bu hosil qiluvchilar bo'ladi. Bunday autotrof organizmlar, autotrof organizm bo'lib, ular moddalar almashinuvi organik moddalarga sintezlanadi. Bunda xemosintezlovchi va fotosintezlovchi o'simliklar bo'ladi. To'g'ri. Mohigul konsumentlar deb nimaga aytiladi? Konsumentlar bu ketotrof organizmlar bo'ladi. Bularga sut emizuvchilar misol bo'ladi. Faqat sut emizuvchilarmi? Yo'q. Shular sut emizuvchilar. Hayvonlar desak bo'ladimi? Ha, hayvon. Barcha hayvonlar va ular ham hayvon. Zulfiya, Barcha hayvonlarda o'simliklar. qaysi o'simliklar? Ana shunday. Aynan nomini aytish kerak, barcha o'simliklar deb. Mohigul destruktorlar yoki redutsentlar deb nimaga aytiladi? Nima tiklayman degan ma'noni anglatadi. Xo'p. Redutsentlarga bakteriyalar misol bo'ladi. To'g'ri emas. Ayting. Zulfiya. Redutsentlar tiklayman degan ma'noni anglatadi. Destruktorlar esa parchalayman. Bunga zamburug'lar bilan bakteriyalar misol bo'ladi. Mohigul Bekesinus haqidagi ta'limotni kim fan kiritgan? Bekesinus Sukchay. Sugachev. Xo'p. Mohigul faktorial ekologiya qaysi? Ekologiyaning nomi? Faktorial Qaysi bo'lim? Autoekologiya. Nimani o'rganadi? Autoekologiya. Tirik organizmlarning tashqi muhit bilan munosabati. To'g'ri. Masalan, misol qilib nimani misol qilib aytish mumkin? Marhamat Zulfiya. Hayot sikllari va muhit moslashishining xulq-atvorlari. Muhitga moslashishdagi xulq-atvori. To'g'ri. Mohigul populyatsiya ekologiyasi nimani o'rganadi? Demikologiya nimani o'rganadi? Mana bu populyatsiyalarning ekologiyasi va populyatsiya individlarining sonini o'zgarishi. To'g'ri. Mohigul qaysi ekologiya bo'limi Bekesinusning tuzilish va funksiyasini o'rganadi, xususiyatlarini? Tuzilishi va funksiyasi ana bu Bekesinuslarning tuzilishi va xususiyatlarini. Beketsinologiya. Xo'p. Insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanish natijasida yuz bergan o'zgarishlarni neolit davrdan hozirgi zamongacha o'rganadi. Tarixiy ekologiya. Biosfera evolyutsiyasiga inson ta'sirini qaysi ekologiya o'rganadi? Ha? Evkalipt daraxtku? O'zim aytib o'tiramanmi?
Biosfera evolyutsiyasiga. Evolyutsiya. Evolyutsion ekologiya o'rganadi deyishing kerak. Xo'p, sinekologiyani nimani o'rganadi? Tashqi muhit omillarining turli xil organizmlarning tashqi muhitga munosabati. Har xil turga mansub organizmlarning tashqi muhit bilan va o'zaro munosabatlarni o'rganadi hamda ular orasidagi ekologik muammolar, raqobat, tarqalish aytmaysanmi bu qismlarni? Go'zal, ekologiyaning amaliy yo'nalishlari 4 ta. Manchak, sanoat, ijtimoiy ekologiya, matematik ekologiya. Manchak ekologiyasi bu inson va tabiatdan oqilona foydalanishni, sanoat ekologiyasi bu chiqindisiz texnologiyalarni, ijtimoiy ekologiya tirik organizmning o'zaro va tashqi muhit bilan munosabatini, matematik ekologiya esa yer yuzida tarqalish sonini. To'g'ri, organizm sonida tarqalishini. Landscape ekologiyasiga aytmay ketding, aytish kerak ediki, inson va tabiatda ro'y beradigan o'zgarishlarni oldindan bashorat qiladi, deydi landscape ekologiyasi. Xo'sh. Ekologiyaning metodlari bor. Go'zal, bular atrof muhitni o'rganishga qaratilgan. Qaysilar? Dala metodi, ekologik tajriba metodi, matematik metodi. Qaysi biri ayrim omillarning organizmga ta'sirini o'rganadi? Ayrim omillarning ekologik tajriba metodi. To'g'ri. Qaysi biri kelajakda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqea hodisalarni oldindan modellashtirish metodi. To'g'ri. Matematik modellashtirish metodida o'rganayotgan hodisalar nimaga aylantiriladi deb o'qiling. O'rganilayotgan hodisalar matematik son ko'rinishida kompyuterga joylashtiriladi va keyin qiymatni o'zgartirish orqali ularning kelajakda qanday antropogen va ekologik omillarga qanday ta'sirini o'rganadi. To'g'ri. Dala metodi yaxshi, go'zal. Nimani o'rganadi Zulfiya? Dala metodi tirik organizmlar yordamida ularning o'simlik va hayvonlarning kompleks holatida joylashishi, bunga muhit omillarining organizmga kompleks ta'sirini o'rganadi deyishing kerak. Misol qilib, bunga qushlarning harqalanishi, meteorologik kuzatuvlar. Zulfiya, qaysi metodda, ekologiyaning qaysi metodida odatda birorta ekosistema, tabiiy ekosistema modellashtiriladi? Masalan deydi. Javob yo'q. Mohigul. Odatda biror tabiiy ekosistema modellashtiriladi deydi. Masalan? Yo'q. Go'zal. Masalan? Tajriba. Masalan? Masalan, akvariumni olib keltiradi, akvarium kichik suvni kichik model. Ana shunday. Ekosistema va biogetsinoz qaysi biri keng tushuncha, Zulfiya? Ekosistema va biogetsinoz qaysi keng tushuncha? Ekosistema, to'g'ri. Ekosistema o'lcham jihatdan har xil bo'ladi. Masalan, mikroekosistemaga nima misol bo'ladi? Mikroekosistemaga mikrobli suv tomchilari, mikroorganizmlar, umurtqasiz hayvonlar va umurtqasiz hayvonlarga ega chirayotgan to'nka va ko'lmak suvlar. Ana shunday. Mezoekosistemaga olmali bog', archazor o'rmoni. Xato ketdimi? Xato ketyapti. Muhigul. Mana bu o'rtacha bo'ladi. Bunda archazor o'rmoni, dala. Va bu ham shunday dedi-ku. Demak, to'g'ri aytgan edi. Nima chaltasan? Zulfiya, to'g'ri edi javoblaring. Muhigulning javobini eshitmoqchi bo'ldimda. Olmali bog', archazor o'rmon, keyin dala. Hovuz bo'ladimi? Daryo. Ko'l. Barakalloh. Muhigul makroekosistemaga. Mana bu tog'. Tog'. Tezroq. Javob yo'q. Zulfiya. Tog' kiradi,
tropik, keyin Tropik o'rmon. tropik o'rmon, Juda sekin javob berasan. Go'zal. okean, keyin dengizlar turadi, o'rmonlar turadi, tog'lar turadi. cho'l Tayga, turadi. tropik Tayga, o'rmon, tog', okean, cho'l, tog', mana shular makroekosistema, global ekosistema esa biosfera. ana shunday. Go'zal. Vegetsinozlarning tarkibi nima bilan belgilanadi? Vegetsinozlarning tarkibi Ha, hozir tadrijiy va uni so'ramadim. Vegetsinozlarning chegarasi. unaqa nima o'simliklar bilan chegara Barakalloh, fitosinoz bilan. Endi vegetsinozlardagi o'zgarishlar ikki xil bo'ladi. O'zgarishlar. o'zgarishlar unaqa Davriy va tadrijiy. Ikkinchi nomlari bilan ayt. tadrijiy izchillik, Davriy, siklik. sikl, Xo'sh, qaysi birida bir vegetinoz ikkinchisiga almashtirishga olib keladi? bir tadrijiyga, Qaysi birida esa sutkalik mavsumiy bioritmlanishga oladi? izchilga. Ana shunday. Zulfiya, bochka kim sharafiga qo'yilgan? Bochka. Libek bochkasi nimani tushuntirib beradi? Libek bochkasi organizmdagi ekosistemalarning optimik zonadan eng keng zonagacha, masalan, og'ish zonasigacha bo'lgan ta'sirini. Yo'q, qoniqmadim javobdan. Go'zal. Organizmlarning yashash muhiti ularning optimum zonadan eng ko'p og'azigan omilga bog'liqdir deydi. Ya'ni Ekosistemaning yashovchanligi yashovchanligi optimum zonadan eng ko'p og'adigan omilga bog'liq. Masalan, tuproqda biror mikroelement yetishmasa, o'simliklarning hosildorligi pasayadi. Ya'ni pasayish natijasida o'simliklar bilan oziqlanadigan hasharotlarning soni kamayadi. Hasharotlarning soni kamayishi natijasida hasharotxo'r hayvonlardan yirtqich hayvonlar hasharotxo'r hayvonlarni oziqlanuvchi yirtqich hayvonlar oziqlanish natijasida butun bir zanjirning buzilishiga yo'q bo'lib ketishiga ham olib keladi. To'g'ri bo'ldi. Zulfiya, uy pashasi uchun optimal harorat necha? Optimum harorat -7 Yo'q, noto'g'ri ketdi. +7 Mohigul. +7dan Noto'g'ri javob. 23dan 25gacha 23-25. To'g'ri. 0 va 50 7 dan 50 gacha nima? tolerantlik Chidaydi shu zonada. Pessimum zona necha gradus bo'ladi? Pessimum zona 7 gradusdan pasaysa Pasaysa? 50 gradusdan ortsa. Ana shunday. Zulfiya, tashqi muhit o'zgarishlariga tashqi muhitning o'zgarishlariga tor doirada moslasha oladi. Ular qanday organizmlar? Tor doirada moslashsa. Uncha ham chida olmaydi. chidolmaydi. Yo'q. Mohigul. Tashqi muhit o'zgarishlariga tor doirada moslasha oladi. Keng doirada moslashadiganlar ham bor, Mohigul. Javob yo'q. Go'zal. Tor doirada evripiontlar, ya'ni kosmopolitlar Kengroq doirada moslashadi. Misol keltiringchi stenobiontlarga. stenobiontlarda Janubiy Amerikadagi kolibri qushi nektarlar bilan oziqlanadi. Maxsus undan tashqari boshqa ozuqasi bo'lmaydi. Shu sababli keng doirada tarqaladi. Uni areali o'sha o'simlik areali bilan belgilanadi deydi. Keyinchalik Avstraliyadagi xaltali ayiq koala esa faqatgina evkalipт daraxtlarning bargi bilan oziqlanadi. Kosmopolit turlarga esa Yana bitta bor. qaysiga? Ikkita bor yana stenobiontga boya tahlil qilgan ekansizlar-ku. Baliq. Forel bilan forel qanaqa suvda yashaydi? Zoologiyada o'qiganmiz, u qayerda yashaydi? Chuchuk suvda, Amudaryo, Sirdaryoda uchrovchi forel qaysi turkumga kirardi? Suyak tog'aylar. Zulfiya? Lasosimonlar. Demak, chuchuk suvda yashaydi Amudaryo, Sirdaryoda. Kambala balig'i edi keyingi stenobiontlarga. Qayerda yashaydi kambala? Dengiz tubida. Demak, u faqat sho'r suvda yashaydi, kambala chuchukda yashamaydi. Forel faqat chuchukda yashaydi, sho'rda yashamaydi. Shu uchun ular tor doirada moslashdi, stenobiontga olindi. 4 ta ekan. Kalibri, koala, forel, kambala. 3 ta ekanda. Kalibri, kambala, koala, forel. 3 ta bitta fey.
Evrobiontlar kosmopolit turlariga misol ayt. Kosmopolit turlarga 5 ta. suvaraklar, chirildoqlar, Noto'g'ri ketdi. suvarak, kana, Noto'g'ri, bo'ldi. Zulfiya ketdik. Pashshalar, suvaraklar, burgalar, Yo'q. Ayting. Kalamush, suvarak, keyin burgalar, pashshalar, keyin kalishka. Barakalloh. Kalishka nima? Baliq. Baliq u. To'g'ri. Zulfiya, o'simliklar kun uzunligiga nisbatan javob reaksiyasiga ko'ra 3 ta ekologik guruhga bo'linadi. Qaysi? uzun kun, qisqa kun, mikro. Kun qisqa bo'lsa va yorug'lik yetishmasa, bu o'simliklar o'saveradi, lekin Gulami. qaysi kun o'simligi? Qisqa kun. Ayting, Mohagul qaysi kun edi? Go'zal. o'simliklar. Uzun kun o'simliklari. Zulfiya, aynan shu xususiyat nimani belgilaydi? Aynan shu xususiyat ekish davri Ekish vaqtini belgilaydi. Misol keltiring uzun kun o'simliklariga. uzun kun o'simliklarga karam, kartoshka, sabzi, piyoz, rediska, sholg'om. To'g'ri. Qisqa kun o'simliklariga. Baqlajon, qalampir, bodring, pomidor, g'o'za, shoyigul, kartoshka gul, xazin-ema, qurutma. To'g'ri. Neytral o'simliklar? Qoq o'tlar, no'xat. To'g'ri. Yorug'likka bo'lgan talabga ko'ra o'simliklar 3 ta ekologik guruhga bo'linadi, Mohagul. Yorug'sevar, soyasevar, soyagachadan. To'g'ri. O'rmonning quyi yarusida o'sadigan o'simliklar quyi yarus. Soyagachadan. Noto'g'ri javob berding. Soyasevarlar edi. Misol keltir. Nima? Yo'sin, plavon, qirqaloq, qirqbog'im, qizil qo'ng'ir. To'g'ri. Soyagachidan o'simliklarga misol ayt. Nastarin, lepa, qurtmaydi nasha. To'g'ri. Yorug'sevar manzarali gullar. Manzarali bo'lsa, mana bu monstera, giasint, anterium. Anturum monseragasin. To'g'ri. Madaniy o'simliklar. Yorug'sevar. Oqchaqori, shakarxon. Makkajo'xori vatani qayer? Mana bu Markaziy Amerika. To'g'ri. Oqjo'xori Sorgon vatani. Assidiya. Adisiya. Faqat Asidiya deysan nimagadir. Shakarqamish vatani esa? Birinchisi ana bu Go'zal. Go'zal bilmaydi. Zulfiya. Zulfiya. Janubiy Osiyo tropik markazi. Yaxshi. Mohagul daraxtlar yorug'sevar. daraxtlar. Ana bu gledichiya, shumtor, qayin, qarag'ay, keyin nima yapon saforas. Barakalloh. Begona esa? Subtur. Ana shunday. Go'zal. Namlikka bo'lgan talabga ko'ra o'simlik 3 ta ekologik guruhga bo'linadi. Qaysi edi? Namlik. Xerofitlar, mezofitlar, gidrofitlar. Gigrafit. To'g'ri. Qaysi bir haqida gap ketyapti? Ularning barq plastinkalari yupqa, og'izchalari ko'p. Ha? Qachon ochiq? Qachon? Doim ochiq. Doim ochiq bo'ladi. Qaysi birida namlik miqdoriga qarab ochiladi, yopiladi. Mezofitlar. To'g'ri. Qaysi o'simliklarda barq plastinkalari yupqa? 2 ta. Barq plastinkalari yupqa. Ha. Gidrofit bilan Zo'r javob. Gidro va gigrofitlar. Qaysi o'simliklarda nima deydi? O'qiding. Barq plastinkalari qalin, xloroplastlarga boy, og'izchalari ko'p, sirti mum bilan qoplangan. sukulentlar. Nota. Mohgulda javob bor. Zo'r javob. Yorug'sevar, xloroplastga boy deganini bilsang bo'lardi. Go'zal. Qaysi o'simliklar sukulentlar? Bargi poya sukulentlarga bo'lib ber. Молодила, adava молодила, aloya. Ular barq sukulentlari, kaktus bilan muslimasi, poyast sukulentlari. To'g'ri. Zulfiya, qanday o'simliklar haqida gap ketyapti? Bunday o'simliklar tanasida suvni zaxira holatida saqlaydi va tejab sarflaydi uzoq muddat davomida. Tejab sarflaydi ular. Sklerofitlar. Noto'g'ri javob bo'ldi. Mohagul? Sukulentlar. To'g'ri. Mohagul poya sukulentlarda bargi bo'lmaydimi? Unda fotosintez qilmaydimi? Qiladi? Qayerda? Poyasi. Yashil poyalar orqali qiladi deydi. To'g'ri. Zulfiya, bunday o'simliklar suvni zaxirada ushlab tura olmaydi, lekin sitoplazmasi yuqori yopishqoqlikka egaligi uchun davom etir.
yuqori yopishqoqlikka ega bo'lgani uchun osmotik bosim paydo qilib, nasos o'simliklar Suvni ichishmi bo'ladi deydi. To'g'ri. Misol keltir endi nasos o'simliklarga, ya'ni sklerofitlar edimi bular? Ha. kichik saftli barglarga bu yantog' bo'ladi. Barglari tangachaga aylangan bo'lsa, bu nima? Saksovul bilan archa bo'ladi. Qandim ham. Qandim. Barglari qaqilgan bo'lsa, bu shvol. To'g'ri. Undan tashqari ignasimon bo'lsa, barglar va barglarning mum yoki tuqlar bilan qoplanganligi sklerofitlar uchun xos. To'g'ri. Mo'xigul bunday o'simliklarga shamolning ta'siri kam. Ular qishda qor bilan qoplanib, sovuqdan ko'proq himoyalanadilar. Yozda esa tuproq issiqligidan ko'proq foydalanadilar. Ular qanday o'simliklar? Bu qanaqa moslanish? Go'zal javob tayyor. Go'zal. O'simliklarning fiziologik moslanishi. Fiziologik xato javob. Morfologik moslanishi. Bu qayerda o'sadigan o'simliklar? Bu asosan Sovuq iqlim mintaqasida yuzaga kelgan morfologik moslanish. Misol ayt. Buypas. Buypas Buypas. Zulfiya. qo'qi. O't bilan nima? Voy. Qayin bilan tur. Ha, yer bag'irlab. Turkiston archasi. Yostiq hosil qilib o'tsa? Yaylov itlari. Yaylov o'simliklari. Ana shunday. Aminsalizm nima edi Mo'xigul? Aminsalizm. Ha. Yana ikkinchi mavzu. Zulfiya. Aminsalizm bu belgisi plus 0 bo'ladi. Ye? Minus 0 bo'ladi. Ana shunday. Bunda bir turda yashaydigan hayvonlar bittasi zarar ko'rsa, ikkinchisi na zarar na foyda ko'radi. Bunda misol qilib, yo'riqsevar o'simliklar baland daraxtlar soyasida qolsa rivojlanishdan to'xtaydi. Keyin mog'or zamburug'i antibiotik ishlab chiqarishda bakteriyalarni Nobud qiladi. To'g'ri bo'ldi Zulfiya. Zulfiya o'txo'r hayvonlar bilan o'simliklar munosabati yirtqichlikka misol. Fikrim to'g'rimi? O'txo'r o'simliklar bilan hayvonlarning O'simliklarni dedim. O'simlik bilan o'txo'r hayvon munosabati. yirtqich to'g'ri. Yirtqich bo'lmasa-da deydi, lekin shunga mos keladi deydi. To'g'ri. Yirtqich o'lja munosabatida yirtqich plus o'lja minus fikrim to'g'rimi? Yirtqich plus o'lja minus. Ha, o'lja halok bo'lyapti minus, o'ljaga, yirtqichga plus bo'lyapti, oziqlanyapti. Turistdagi yirtqichlik nima deyiladi fanda? Kannibalizm. Kannibalizmga misol keltir. Qora qurt urug'langandan keyin erkagini yeb qo'yishi, Balxash olib bo'lsa, chavg'larni yeb qo'yishi. Barakalloh. Mo'xigul asalarilar gul o'simliklarni changlantiradi. Bu nimaga misol? Majburiymi? Yo'q, majbur. Yana bitta misol. Ikkita misol. Ha, 4 ekan, ayting. Nima infuzoralarning sitoplazmasida xlorellarning bo'lishi. Bar. Keyin nima o'sha aytganingiz asalari. Ichi. Keyin nima yirtqich baliq tishlari, terisi, jabralari va tishlari orasida Mayda baliqlar suvlarni parazitadan tozalab beradi deydi. Va ana bu uzoq qisqichbaqasi bilan aksiniya. o'rtasidagi munosabat. Barakalloh. Go'zal. Bu nimaga misol bo'ladi? Tasqara va sirtlon sherdan qolgan oziq bilan oziqlanadi. To'g'ri. Buchi go'rchak balig'i tuxumini ikki pallali mollyuskaga qo'ygan. Hamshiralik. Rahmat qizlar. Xo'sh, Go'zalga 5 baho qo'yamiz. Yaxshi o'rganibdi. Zulfiya bahosi 4, Mo'xigulga ham 4 baho. Qizlar 5 ga yopish kerak fanni. Sog' bo'ling.